Ko'pchilik yoshlar masturbatsiyadan qutula olishmaydi va o'zlarini doim aybdor qilib his qilib yurishadi. Xo'p, men tasha olmayman, men kuchsizman. Ko'p hollarda ishoning, bu irodaga bog'liq emas. Bu miyani qanaqa ishlayotganiga bog'liq holat hisoblanadi. Hurmatli do'stlar, bugun sizlar bilan masturbatsiyaga o'rganib qolgan yoshlar haqida gaplashamiz va masturbatsiyani qandoq tashlash, qandoq bunaqa yechimlari bor, nima uchun masturbatsiyaga o'rganib qoldi, buni sabablari nima, to'liq yechim, ilmiy isbotlangan yechim haqida men sizlarga gapirib beraman. Video qiziq bo'lsa yaqinroq keling, o'tkazib yubormang, albatta like tugmasini bosib qo'ying. Bu videoni qiziqarli bo'lsa do'stingizga yuborib qo'ying. Ishoning do'stlar, ko'pchilik masturbatsiya qiladigan yoshlarda bir xil fikr bo'ladi. Men bugun oxirgi marta masturbatsiya qilyapman. Bo'ldi, men tashiyman, boshqa qilmayman. Meni urug'im kamayib qoladi degan frustratsiya paydo bo'ladi. Ya'ni qo'rquv. Men hozir masturbatsiya qilaveradigan bo'lsam, meni bolam bo'lmaydi. Endi men tashashim kerak, urug'im kamayib ketib qoladi, slabiylashib ketib qoladi va hokazo va hokazo. Masturbatsiya qilgandan keyin juda ko'p yoshlarda, hammasida почти ularda bir holat yuz beradi, ya'ni aybdorlik hissi. Ya'ni kim o'zini o'zi nima desa bo'ladi, koyiydi, o'zidan o'zi xafa bo'lib ketadi, o'zini o'zi kechira olmaydi. Nimaga qildim bu narsani, qilmasam bo'lardi-ku, endi nima bo'ladi va hokazo va hokazo. Ishoning, buni tashlash irodaga bog'liq emas. Ko'pchilik men irodasizlik qilyapman, irodamga bog'liq bu narsa deb o'ylaydi. Aslida irodaga bog'liq narsa emas. Bu biologik sikl, bu oddiygina biologik sikl hisoblanadi. Demak, biologik sikl. Xo'p, biologik sikl degani nima degani? Biologik sikl bir narsani qayta-qayta takrorlaydigan bo'lsangiz, mana shu narsaga o'rganib qolish. Xo'p, kelinglar bu narsani to'liqroq bilish uchun biza miyada bu narsaga o'rganish uchun qanaqa bosqichdan o'tishini bilib olishimiz kerak. Har qanaqa holatga o'rganib qolish uchun miya 3 bosqichdan o'tish kerak. Bu trigger, bu harakat, ya'ni odat va bu mukofot. Bu bosqichlar qanaqa ishlaydi? Misol uchun, siz yolg'iz qoldingiz. Bu trigger. Ya'ni yolg'iz qolganingizda nima qilasiz? Yolg'iz qolganingizda xonangizga kirasiz, hech kim yo'q. Keyin harakat boshlanadi. Harakat nima? Harakat telefonni qo'lingizga olasiz. Telefonni qo'lingizga olganingizdan keyin signal boshlanadi. Xo'p, nima qilish kerak? Doimiy o'sha miyani tub-tubiga o'rnashib qolgan reaksiya bo'ladi. Ya'ni o'sha videoga kirishingiz kerak. Lekin bu o'rganib qolgansiz bunga. Harakat o'sha videoga kirish. Va bu videoga kirganingizdan keyin sizda albatta mukofot jarayoni. Nima deydi mukofot? Urug' chiqarish xohlaydi. Urug' chiqarishni nimaga xohlaydi? Chunki dopamin degan miyada gormon bor. Dopamin gormoni urug' chiqargandan keyin mana bu ishlab chiqariladi. O baxt gormoni, kayf beradigan gormon ozgina bizani tormozlab qo'yadi 5-10 sekundga va biz bunga mahliyo bo'lib qolamiz. Xo'p, dopamin nima deydi organizmga? Yana qil deydi va organizm mana bu narsaga o'rganadi. Ya'ni ozgina muddatli, sekund millilik muddatli euforiya uchun, dopamin gormoni uchun biz nima qilamiz? Qayta masturbatsiya qilamiz. Trigger topamiz. Ya'ni yolg'iz xona, biz yolg'iz qolishimiz kerak va harakat qilamiz. Telefondan qaysidir narsani ko'rishga, nimadir o'ylashga yoki bu albatta odat va mukofotini olishimiz kerak. Mukofoti dopamin. Ya'ni kim dopamin oladigan bo'lsak, biz 10 sekundmi, 5 sekundmi ozgina kayf qilamiz. Va dopamin bizani bunga rag'batlantiraveradi. Qayta qilishga majburlayveradi. Mana bu sikl hisoblanadi, ya'ni o'rganib qolish holati. Umuman masturbatsiyaga o'rganib qolishni 3 ta asosiy sababi bor. Birinchi katta sababi bu dopamin odati. Dopamin boyaga aytganimdek modda bosh miyaga lazzat beruvchi modda hisoblanadi. Xo'p, mana bu dopamin oson lazzatni yaxshi ko'radi. Oson lazzat bizda nima edi? Bizda tezroq telefonni ko'rib, qoniqish hissini qilib va miyani lazzatlantirish edi. Mana bu narsani takrorlab, nima bunga aniqyapti? Rag'batlantiryapti. Dopamin shu narsaga o'rganib, buni yaxshi deb hisoblaydi va bu narsani qayta takrorlashga majburlaydi va erkak kishi yoki o'sha o'smir bola bu narsaga mast bo'lib qoladi. Ya'ni miya kayf qilish kerak-ku, miya rag'batlanish kerak-ku, miya lazzatlanish kerak-ku. Mana shu lazzatlanishi eng oddiy, eng samarali usuli mana shu bo'lib qoladi. Lekin millisekundlar lazzatlanadi va o'tib ketadi. Bu narsani yaxshiligini bilib qolgan miya dopaminni mana shunaqa rujuga qo'yaveradi va o'smir bola masturbatsiya qiladi, video ko'radi, masturbatsiya qiladi, dopamin ishlab chiqarilaveradi va oson lazzatga o'rganib qolinadi. Bu dopamin odati hisoblanadi. Keyingi asosiy sabablardan biri o'rganib qolishga bu bo'sh vaqt hisoblanadi. Xo'p, bo'sh vaqt nima qilib beradi? Bizda ko'p bo'sh vaqt bo'lamiz, lekin masturbatsiya qilmaymiz deyish mumkin. Lekin o'sha masturbatsiya qiladigan o'smir yoshlarda bo'sh vaqt bo'ladigan bo'lsa, masturbatsiyaga talab oshadi. Ya'ni kim nima bo'ladi? Miya doim ishlash xohlaydi. Doim ishlash kerak. Lekin miya ishlamay qoladigan bo'lsa, uyda bo'sh vaqt yotib qoladigan bo'lsa, unda albatta ruju boshlanadi eski odatga. Nega? Bu avtomat holatda bo'lib qolgan. Telefonni oladi, videoni ko'radi, qoniqish hissini oladi. Nega? Lekin uni boshqa ishi yo'q. U bo'sh vaqti bor uni. Bo'sh vaqt bo'ladigan bo'lsa, bu albatta o'sha avtomatik ishni bajaradi, lekin oldin bajargan va organizmni maza qildiradi, lazzatlantiradi. Nima uchun? Chunki uni bo'sh vaqti bor.
Buni davolash yo'lini hozir aytib o'taman. Keyingi sababi bu stressdan qochish. Juda ko'p yoshlarda uchraydigan holat. Agar mana shu o'smirlar masturbatsiya qiladigan yoshdagi bolalar stress bo'lib yuradigan bo'lsa, miya bilamizki stress yoqtirmaydi. Bu undan qutulish xohlaydi. Stressning eng zo'r yechimi ozgina vaqt bo'lsa ham masturbatsiya hisoblanadi. Bo'sh vaqt qoldi deguncha stressdan qutulmoqchi bo'ladi. Qanaqa qutuladi? Telefonni oladi, videoni ko'radi va o'zini qoniqtiradi. Ma'lum vaqt stress ketadi va euforiya holati, lazzatlanish holati bo'ladi. Bu organizmi o'zini o'zi aldashi hisoblanadi. Ya'niki stress yana o'sha davom etadi. Ma'lum bir lazzatdan keyin yana asl holatiga qaytib qoladi. Lekin bu lazzatni olish uchun boyga aytgan mexanizmlarim ishlaydi. Ya'ni stressdan qutulmoqchi va uni masturbatsiya, ya'ni avtomatik ravishda bo'ladigan holat bilan yengishga harakat qiladi. Yechimiga keladigan bo'lsak, birinchi trigger holatdan boshlaymiz. Xo'p, trigger holatini kesib tashlashimiz kerak, olib tashlashimiz kerak. Biz o'ylashimiz kerak. Masturbatsiyani qaysi holatda qilaman, qanday kayfiyatda qilaman va qachon qilaman? Mana shu 3 ta savolga javob olib, mana shu narsani kesib tashlaymiz. Yolg'iz qolyapmanmi? Yolg'iz qolmasligim kerak. Stressda qolyapmanmi? Stressdan uzoqlashishim kerak. Bunaqa holatda yonimizda kimdir bo'lish kerak, kimdir yoniga chiqishimiz kerak, yolg'iz qolmasligimiz kerak. Mana shu trigger holatini kesishimiz kerak. Birinchi eng oddiy usuli shu. Va albatta biz yolg'iz qolmasligimiz uchun nima qilishimiz kerak? Vaqtlarimizni to'ldirishimiz kerak. Ish bilan, o'qish bilan, yana qo'shimcha qanaqadir materiallar bilan, qanaqadir sport mashqlari bilan to'ldirib tashlashimiz kerak. Bizda bo'sh vaqt qolmasligi kerak. Mana bu triggerni kesish va bo'sh vaqtdan qutulish usuli hisoblanadi. Dopaminga qanaqa qilib yechim deydigan bo'lsak, dopaminga bitta yechim bor. Dopamin moddasini tabiiy ravishda ishlab chiqarishini yo'lga qo'ymoqchi bo'lsak, biz albatta sport bilan shug'ullanishimiz kerak. Qanaqadir sport bilan shug'ullanishimiz bizga tabiiy dopaminni beradi. Chunki sport rag'bat beradi, sport motivatsiya beradi, sport lazzat beradi. Mana shuning uchun sport bilan shug'ullanish juda ham muhim hisoblanadi. Xo'p, bundan tashqari telefonimizdan qanaqadir yomon saytlardan chiqib ketish, o'zimizga blok qo'yish, telefonimizni ma'lum vaqt ishlatish, ma'lum vaqt blokka qo'yish, ma'lum vaqt bizga telefondan qochishimiz va hokazo. Va telefonimizdan o'sha kerak emas video roliklarni o'chirib tashlash, kerak emas saytlarga kirmaslik. Mana bu ham o'sha triggerdan xalos bo'lish va masturbatsiya qilmaslikka olib keladi. Xo'sh, masturbatsiyadan bir kunda srazi kechib bo'lmaydi. Masturbatsiyani kamaytiramiz, nazorat qilamiz va voz kechamiz. Ya'ni kamaytiramiz, bir kunda 3 mahal qilamizmi? Bir mahal qilamiz. Bir mahal qilamizmi? Bir haftada kamaytiramiz va nazorat qilamiz va chiqib ketamiz. Birdan yo'qotib bo'lmaydi. Birdan yo'qotish noto'g'ri. Birdan yo'qota olmaydi hech kim. Lekin qaytadi bu jarayon. Shuning uchun kamaytirish xuddi sigaret tashlagandek va nazorat qilish va chiqib ketish. Mana shunday qiziqarli foydali ma'lumotlar sizga qiziq bo'lsa, hozirroq sahifamga obuna bo'lib qo'ying, like tugmasini bosing va masturbatsiya qiladigan do'stingizga ushbu video rolikni yuborib qo'ying. Agar siz va bundanda kuchliroq, bundanda chuqurroq masturbatsiya qilishdan qutulish yo'llarini bilmoqchi bo'lsangiz, xohlasangiz offline, xohlasangiz onlayn usulda men sizga yordam beraman. Quyidagi Telegram orqali bizga murojaat qiling, quyidagi raqamlarga telefon qiling. Albatta biz sizga preventiv yo'nalishda to'liq bu holatdan chiqib ketishga yordam beramiz, davolab beramiz.